Assalomu alaykum yurtdoshlar, kanalimiz yopuvchilari. Pod ofisda 2 xonali kvartirani sotib olgan ekan. Mulk egasidan chiqib turibdi yurtdoshlar. Mulk egasini nomerini qoldirib o'tamiz, lokatsiyani yurib, birgalikda danishib chiqamiz. Esa ketdik. Xabarimiz yurtdoshlar, bu tarafimizda vokzal. Vokzalimiz ham ko'rinib turibdi, e'tibor beringlar. 5-ko'pirning yonidamiz. Bu tarafimizda 8-tug'uni ko'chasi, bu yerimizda yana Shavat kanali, Zanalini ko'pir deb aytadilar. Bu tarafimizda yana Jaloliddin otamiz ko'rinib turibdi. Shu yerimizdagi 4 etaj domimizni birinchi etajında bo'ladi, yine shu yerdagi ayna bo'ladi yurtdoshlar. Shu eshikgan mashinadagi ayna. Bu yerimizda yana poyli mashinalar o'tib qaytadi. Agarda pod ofislik so'rab bilgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, shularga ulashib qo'yamiz, birgalikda ichanlarni ko'rib danishib chiqamiz, mulk egasini nomerini qoldirib o'tamiz. Asa ketdik. Yurtdoshlar, xonadonimizga ham yetib keldik. Har etajimizda 2 xonadon bo'ladi, e'tibor beringlar. 3-4 xonadon emas, 2 xonadonli 10 qurumizda xonadonni ko'rib chiqamiz. Ko'cha eshikimiz ham yaxshisidan qo'yilgan. Uyimiz pod ключ doğru girib yashagan, normal holatda turibdi, döşalib. Bismillah. Vana tualetlarimiz ham oddiy, mehmonxonamiz ham oddiy. Yergamizda shunday keng koridor tushgan. Yan tarafimizda zal, spalni. Birinchi chetdan tushuntirib, danishtirib boraveramiz yurtdoshlar. Belimizda yana perxo'rsham mebellar ham ko'p qo'yibdilar. Keng kvadrati ulraak bo'ladi bularni. 2 xonali, ishida 2 xonali qaranda. Bu kvadrati ulraak. Spalnimizdan tushuntirib, danishtirib boraveramiz. Aynalarimiz taxta, rishotkali, dokumentlarni kataloglarimiz o'tgan. Registrlar tashlab turibdi. Potoklarimiz aqlangan, boydan chiqib turibdi yurtdoshlar. Ayrim jihozlar qoladi, ayrimi yetadi. Ustunda quloqsiz o'zingiz savdolashaverasizlar. Oyoq tiylarimiz, birimiz pol ekan. Xonadonimiz sifatli, yaxshi narsalardan ishlatilgan. Eshikimiz ham yaxshi eshikdan qo'yib turibdi, e'tibor beringlar. Vanna tualetlarimiz ham oddiy. Patoklarimiz plastik, bir yerdan meni kafelat qo'yibdilar. Eshiklarimiz ham akva eshiklardan qo'yilgan. Yan tarafimizda vannasi. Vannasi dushovoy. E'tibor beramiz. Birimizda zal. Zalimiz keng. Balandina aboydan chiqib turibdi. Fayzixonadan bemalol kelib ko'raverasiz. Mulk egasini nomerini qoldirib o'tamiz. Kimga qiziq bo'lsa, telefon olib kelaverasizlar. Birimizda yurtdoshlar kuxnya bo'lgan. Kuxnyamiz balkonga ko'chib turibdi. Bu yerda yana o'tiradigan stol yotib qo'yibdilar. Bu yerda xonliklari bir-ikki narsalar yetadi. Qolmagan xudo xolasa ustuna gaplashaverasa, birimizda balkon yurtdoshlar. E'tibor beramiz, patoklarimiz yana plastik bo'lib turibdi. Oyoq telamiz yog'och pol. Atap binamiz bir o'rnatilgan. Yurtdoshlar, yerda pod ofis ataman desada, bu yerdan eshik ochib turib, yana birimizda ko'pir ko'rinib turibdi. E'tibor beringlar, bu yerdan polni mashina o'tib qaytadi. Bu yerni podvolan bor ekan yurtdoshlar, bu yerda yana oldimizda bog'. Odam bo'yli podvolga ega. Oyoq telamiz yana yog'och pol, aynanamiz akva. Mulk egasini nomerini qoldirib o'tamiz yurtdoshlar. Buni narxini keladigan bo'lsak, narxi 480 million deb turibdilar. Ulgurib qaramiz, suruv sotib olgan ekan. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.